tarmoqlarda Chirchiq shahrida ikki nafar shaxslar o'zaro janjallashayotgani aks etgan video tarqalib, jamoatchilik orasida ko'plab muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur holat shu kunning o'zida ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan nazoratga olindi va ushbu fuqarolar ichki ishlar boshqarmasiga olib kelindi. Mana sizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'pchilik sportchi sifatida biladi, to'g'rimi? Assalomu alaykum. Ha. Siz o'zingiz kim sifatida bilasiz? Sportchimi yoki kuchini ko'chada ko'rsatadigan zo'ravon sifatida bilasizmi? Kimni bilasiz o'zi? Bir tushunarsiz bo'lib qoldi. Mana sizni ishtirokingizda bu birinchisi emas, avvallari ham bir nechta videolarda aynan mana shunaqa ko'chada o'zaro tortishib, undan keyin bu hazil, bu shunchaki kontent edi degan so'zlaringizni eshitishgan. Jamoatchilik eshitgan. Bundan maqsad nima? Endi internet tarmog'ida sal aktiv ko'tarish maqsadida shunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Demak, ijtimoiy tarmoqda obunachilarni yig'ish maqsadi ko'zlangan. Shunday. Sizda ham xuddi shunga o'xshash savolimiz bor. Ko'pchilik ijtimoiy tarmoqlarda sizni bloger sifatida biladi. Siz o'zingizni kimda bilasiz? Bloger deb bilaman. Bloger sifatida mana shu kuni kecha bo'lgan janjallashgan holatni siz o'zingizni ijtimoiy tarmoqdagi sahifangizga joylashtirgansiz, to'g'rimi? Men o'zi bunaqa janjallarga, urushlarga, to'polonlarga, ko'cha janjallarga qarshiman. Og'abek bilan ozgina shu ijtimoiy tarmoq orqali shu gap talashib qoluvdik. Bir-birimizni so'kib, haqoratlab, shunaqa og'zaki tortishib qolgandik. Kecha yuzma-yuz kelib, ko'rishib qolib, ana gaplashib oldik, ko'rishib oldik degan maqsadda ijtimoiy tarmoqqa joylagan. Butun O'zbekiston xalqidan bizani kechirishingizni so'raymiz. Bunaqa holat boshqa takrorlanmaydi. Ko'chada bizani yoshlar, ko'chada yuradigan aka-uka, opa-singillarimizga ham shu maslahat, ko'chada urushmanglar, janjallashmanglar. Biz ham qilgan ishimizdan afsusdamiz. Bunaqa holatlar boshqa takrorlanmaydi. Bizani kechiringlar. Men sportchiga o'rnak bo'lmaydigan ish qildim. Bunaqa holatga qayta yaqinlashmayman. Kim bu videolarni ko'rgan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarga tarqalgan, ming bor uzr. Bu holat qayta takrorlanmaydi. O'zbekiston xalqi meni kechiringlar. Hozirda mazkur holatga to'liq huquqiy baho berish maqsadida tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Qonun ustuvorligi to'liq ta'minlanib, jamoatchilik uchun qo'shimcha axborot beriladi.